Assalomu alaykum, hurmatli bizni kuzatuvchi insonlar, hurmatli saxovatpesha insonlar. Mana bugun ham bir akamizning xonadoniga tashrif buyurdik. Qodirov Amir akamiz Koson tumani Chaqa mahallasidan. Mana shu insonimiz mana qarangki, qariyb 3 yildan buyon buyrak yetishmovchiligi kasalligi bilan xastalanib yotibdilar. Mana dializga borib keladilar, oldin boshlanishiga 1 oydan, keyin kunlar qisqarib 15 kun, 10 kun, haftalikka tushganlar. Hozir esa mana eng oxirgi etapdalar. Barchamiz bilamiz, o'zi ma'lumotga ega bo'lib qoldik. Hurmatli saxovatpesha insonlar, ro'za Ramazon oyida, mana shu Ramazon oyining bir so'nggi haftaligida barchamiz savob talab insonlarimiz bee'tibor bo'lmasdan mana shu insonlarimizni bu kasallikdan forig' etishda kattaroq summa talab etilyapti. Albatta, buyrak yetishmovchilik kasalligi Hindistonda emas, o'zimizning poytaxt Toshkentda operatsiyasi amalga oshirilyapti. Buning uchun qarib 12 ming, 13 ming AQSh dollari atrofidagi mablag' talab etilmoqda. Amir akamiz o'zlari mana Interengineering neft-gaz kompaniyasida ishlab kelganlar. Mana 3 yildan buyon mana shu xastalik bilan kasallangandan keyin kasallik nafaqasiga chiqib, mana qarang 3 yildan buyon shu to'shakda birga dializga borib xastalanib borib kelmoqdalar. Azza bu kasallikning oxirgi etapi, faqat bu operatsiya bilan qutulish mumkin. Toshkentdagi shifokorlar bilan analizlar tashlab borib gaplashib ko'rishgan. Oxirgi yo'li bu operatsiya baribir. Shunday ekan, qo'limizdan kelgancha bee'tibor bo'lmasdan mana shu insonimizni o'zi yuqorida aytib o'tdik, 12 ming, 13 ming, juda boshqa 15 ming atrofidagi shu 3-4 oy atrofida rejalashtirilib o'tilayotgan operatsiya jarayonlaridan bittasi. Shunday ekan, butun katta Chaqa mahallasi deymiz, Bo'lmas eli, Koson tumani bizni ko'rib turgan barcha saxovatpesha insonlar mana shu insonimizni Xudo xolasa birgalashib mana shu kasallikdan davolanib ketishda buyrak operatsiyasini donorlar tayyor, o'zi faqatgina operatsiya uchun mablag' kerak. Mana aziz qishloqdoshlarimiz, saxovatpesha insonlar, mana shu xo'jayinimda 3 yildan buyon, mana 3 yil to'lib 4-yilga ham o'tdi. Mana shu kasallikka ilashib xastalanib qoldi. Bir joyda ishlay olmaydi. 3 nafar farzandim bor. Bolalarimiz hali yosh. Shunga operatsiya qildirsak deb Xudo xohlasa elda duosi bilan bir yaxshi natijaga erishsak degan niyatda shu sizlarga murojaat qildik. Iltimos saxovatpesha insonlarimiz, yordam qo'lingizni cho'zingizlar, imkoniyati borlar. Xudo xohlasa Xudodan qaytsin, hammaga farzandlarimizdan qaytsin. Kasallikdan hamma eshitib, bilib ketdi. Unday kasalligim ko'payib ketdi. Shuncha yildan beri doktorga ish tushib, doktorga borib, kelib yurishdan o'zi bo'lmaydi. Farzandlarimizdan endi nasib bo'lsa yaxshi joylarga o'qishini, yaxshi kelajagini ta'minlashni xohlaymiz. Shuning uchun endi xo'jayinim yaxshi bitsa, yaxshi kunlarni ko'rsak deymiz. Endi mana shu qilayotgan yordamlar, saxovatpesha insonlarimiz yordamlari hammasini avvalo Xudodan qaytsin, farzandlarimizdan qaytsin. Farzandlarimiz ham kelajakda saxovatpesha insonlar bo'lib yetishsin. Birovlarga yordam qo'lini cho'zadigan darajada imkoniyatli farzandlar bo'lsin. Nasib bo'lsa shu bolalarimizni baxtiga, meni peshanam baxtiga, shu xo'jayinim yaxshi bo'lib ketsin, sog'-omon bo'lsin. Mayli, ishlamasa ham kirib chiqib tursin. Bo'ldi. Kasallikka ilashib qoldim, qayerdandir kelib qoldi bu kasallik. Yaxshigina ishlayverdim. Ro'zg'orga tirikchilik qilib. Yaxshi ishlab yurgan joyimda o'zim ham kutganim yo'q edim, bunday kasal bo'laman deb o'ylaganim yo'q edim.
imkoniyatim boricha harakat qilib Qarshi borib dializ olib kelib oxiri hozir Majbur bo'ldim. ilojim yo'qligidan xalqdan so'rayman yordam qilinglar. Nasib qilsa buni birdan bir yo'li imkoniyati operatsiya bilan iloji bor ekan tuzalishda harakat qilib shunga harakat qilmasam bo'lmaydigan. Hozir nafaqaman zo'rg'a kun ko'rib qoldik. 3 kunda tushib qolganman. Go'ldoriga ham qiynalib qolyapti. Hurmatli yurtdoshlar, hurmatli bizni ko'rib turgan, mana shu insonlarimiz bilgan, tanigan insonlar, qolaversa saxovat beshik insonlar. Bu videoni bekorga taxlab qo'ymayapmiz. Mana akamiz o'zi ham gapirishlari, hansirashlari o'zi bevosita ko'rib turibsiz. Bu kasallik bilan Amir akamiz o'zi mana hozir 3 million atrofida kasallik nafaqasi puli oladi, lekin oyma-oy ketadigan xarajatlar narxi 5 milliondan ko'proq, 6 million atrofida o'sha o'rtacha qo'ldori, borib kelish xarajatlariga ketib qolyapti azizlar. Shuning uchun be'tibor bo'lmaysizlar. Oilaga kirim faqatgina shu nafaqa puli kirim 3 million bo'ladigan bo'lsa, chiqim o'zi sezib turganingizdek 5 milliondan ko'proq chiqim bo'lyapti. Endi bu insonlarimiz bor imkoniyatini o'zi sarflab bo'ldi. Hozir oxirgi mana shu holda bo'lgan qoramolni ham sotib, endi mana shu qo'ldoriga sarflab bo'ldiki, oxir majbur bo'ldi baribir mana shu xalqdan yordam so'rashga, u oila uchun. Qolaversa, erkak kishi uchun bilasizlar, mana shunday kasallikda qo'l kaltalik qilib ojizlik qilish bu o'zi har bir erkak kishining qaddini bukib qo'yadi. Kasallik, yo'qchilik. Shunday ekan, be'tibor bo'lmasdan 5 mingmi, 10 mingmi, 50 ming, 100 mingmi, kimda qanaqa imkoniyati bo'ladigan bo'lsa, mana shu insonimizni farzandlari baxtiga, Xudo xolsa farzandlari ham mana bir stol dars qilib, mana kimyo, biologiya fanlarini tayyorgarlik ko'rib, shu dadalar bilan birga mana shu xonada tayyorgarlik ko'ryapti. Katta olim orzulari bor. Xudo xolsa oliy o'quv yurtlariga, nufuzli oliy o'quv yurtlariga kirib, sizlarning oldinglarda yuzi yorug' bo'lib, Xudo xolsa uzoq yillar mobaynida yaxshi kunlarda xizmatda bo'lib qaytaradigan umiddamiz. Shunday ekan, mana shu insonimizni bu darddan forig' bo'lishda, yaqin oylar ichida operatsiya bo'lishi kutilmoqda. Shunday ekan, katta umid bilan, imkoniyat bilan qo'llab-quvvatlab mana shu operatsiyada kerakli pul mablag'i yig'ilishda, to'planishida yordam beramiz. O'rtalab mana shu insonimizni nomlarida bo'lgan kartalarni qo'yib ketaman, bemalol naqd pul ko'rinishda yoki plastik ko'rinishdagi ehsonlaringizni bemalol mana shu insonimiz kartalariga, turmush o'rtoqlarining kartalariga tashlab qo'yaverasizlar. Amir aka Qodirov karta raqamlari pastda qoldirib ketaman va albatta Bo'ri va Mo'tabar turmush o'rtoqlarining kartalari, bittasi O'zkart, bittasi Humo karta bilan qoldirib ketaman. Telefon nomerlarini qoldiraman, bemalol aloqaga chiqib bo'lgan kasallik haqida ma'lumot so'rashlaringiz mumkin. Kimda qanday imkoniyat bo'ladigan bo'lsa, bemalol yordam qo'llarini cho'zib, Xudo xolsa mana shu insonimizni qisqa oylarda operatsiya kutilishi bo'lgan oylarda eson-omon, sog'lik salomatlikda yana oilasini bag'riga, Xudo xolsa chiroyligina qilib qaytarib, mana shu insonimizga sog'ligiga be'tibor bo'lmasdan qo'llab-quvvatlab, videolarimizni tarqatib, boshqa yaqin insonlar, qarindoshlar, guruhlar, sinfdoshlar, barcha saxovat besh insonlarimizgacha borishligi uchun videolarimizni tarqatib qo'yasiz degan umiddamiz azizlar.